bilan Shohrux bloger. Bugungi darsligimizda sizlar bilan bir xil dasturini vizlom qilishni o'rganamiz. Ikki xil usul bilan. Birinchisi o'zlaringiz bilsalaringiz kerak, bu fit as. Fit as bilan ikkinchisi fit to fit. Ikkinchi usulimiz. Bular ikkalasi ham Play Marketda bor. Bemalol yuklab olishlaringiz mumkin. Birinchisi mana fit asdan boshlaymiz. Bunda registratsiyadan o'tish juda oson. Email kiritiladi. Shu bilan ochilib ketadi o'zi. Tegishli joylarga xohlagan narsalaringizni yozib talasalaringiz bo'ladi. Shu bilan ochiladi. Mana shunday oyna paydo bo'ladi. Mana bu yerga 100-120 qilsa bo'ladi. Managa 7 dan oshmashi kerak bo'lmasa, bo'lmas ekan. Keyin mana pastdagini bosasiz. Keyin 7 minut bilan 7 minut kutasiz. 2000 qadam, 3000 qadam shunday qo'shib beradi o'zlari. Ikkinchisi bo'lsa mana fit to fit. Fit to fit. Mana bu bu dastur. Ikkinchisi. Bunda ham ro'yxatdan o'tish juda oson, ko'rsatib o'tmadim. Bunga mana bu tugmachani bosib olamiz. Kirganimizda registratsiyadan o'tgandan keyin mana bu tugmachani bosib olamiz hozir. Mana bu uchta chiziqni bosib olamiz. Keyin mana pastdan Interstep plus belgisi bilan Interstep deb yozib qo'yibdi. O'shani bosamiz. Keyin mana hozir mana yerga bugungi kunni yozib olamiz. Misol uchun 9-noyabr seshanba. Bu yerga esa necha ming qadam? 20 ming bo'lsa 20 ming, 10 ming bo'lsa 10 ming qadam qilib yozib olasiz. Keyin mana yerga vaqt kiritasiz. Mana vaqt kiritasiz. Nechadan nechagacha kiritasizda mana save tugmasini bosasiz. Shu bilan bo'ladi. Men bugun shuni sinab ko'rdim. Ishlarkan rostdan mana hozir ko'rsatib o'taman. Mana 20 ming bo'lgan. Bitta bosgandim 20 ming bo'ldi-da. Mana do'stlar, mana bir xil istayam ko'rsataman. Mana 20 ming qadam hisoblandi mana. Mana kaloriyasi, mana kilometri, mana minuti, hammasi to'g'ri, точно. Mana o'tgan kun shunday qiluvdim. Bu ishlayapti. 3000 so'm berdi kecha. Mana bugun ham ana qilib qo'ydim. Endi o'rtada bir kunga cho'zilib qoldi. Ishim chiqib qoldi, internet yo'q bo'lib qoldi. Shunga bosolmadim. Shu bilan videomiz ham tamom. Men kanalimga obuna bo'lib, video yoqqan bo'lsa, videodan o'zingizga manfaat topgan bo'lsangiz, like bosib qo'yib, obuna bo'lishni unutmang. Shunaqa gaplar. Videoda kamchiliklar bo'lsa, uzr. Birinchi, ikkinchi video qilishlarimda hali. Hammaga omad.